Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, siz Alijon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan birga Muhammad Ali va Sanjarbek akam bo'ladi, xolam o'g'li. Salom hammaga. В описании будет у нее Instagram, ссылку можете пройти, подписаться на нее. И обязательно лайкните этот видео и подписывайтесь на наш канал. Uzr do'stlar, yarim ruscha, yarim o'zbekcha. Yana nima desam, xudo xolasa mashina remontga olib ketyapmiz. Mashinamiz Ford Focus, yili 2010-yil. Делай сам degan avtoservis bor. O'shanga olib boryapmiz. O'zimiz olib borib, o'zimiz remont qilamiz. Soatiga pul to'laymiz. 400, 500, 600 по-разному shtat qiladi soatini. Nima remont qilishingizga qarab. Mashina remont qilib, xudo xolasa bu mashinani ham, o'zim mashinamni ham Hyundai Solaris 2012-yil rozыгрыш qilmoqchiman do'stlar. Xuddi aytganimdek, iloji boricha videoni tarqating, поделиться qilinglar. Чтобы ko'p insonlar ko'rsin. Подписчигimiz 1000 ta bo'lgandan keyin xudo xolasa rozыгрыш qilamiz. Maksimal darajada chestni bo'ladi degan umiddaman. Shunday qilishga harakat qilaman do'stlar. Chestni bo'ladi. Я проехал вот в магазин. Xudo xolasa ana remontga boryapmiz. O'z servis bilan gaplashyapmiz. Да, вот еду прямо по главной. Приезжаю в магистраль. Я проехал, по-моему, где нефть-магазин, напротив туда подъезжаю. Вот так вот, короче, do'stlar. Подробный видео yana bo'ladi. Nima qilamiz? Servisga borib video olamiz. Да, вижу. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Ага. Video davom etyapti do'stlar. Mana mashinani olib kirdik. Ford Focus. Balonlarni yechamiz, stokalarni yechamiz, prujnalarni almashtiramiz. Honda ходовой части. Masla almashtiramiz, коробка masla almashtiramiz. Nima gaplar bu? Hammaga omad. Кстати, подсоветовал бы этот сервис, короче. Mana servis jarayonlar do'stlar. Yurtdoshlar. Mana mashina o'zimiz qilyapmiz. Yana bir narsa aytib qo'yay. Bu joy Moskva, Moskovskiy oblast, город Sholkovada. Kelib bemalol mashinalarni remont qilishingiz mumkin. Hamma instrumentlar bor. Balansировка ham bor. Balon almashtirishga. Ключlar bor. Prujna yechadiganlar bor. Hamma narsa udobство bor servisda. Masla almashtirish. Hamma narsa bor. Mana. Salondan ключ narsalar. Do'stlar, endi biz remont boshladik, mashina remont qilamiz. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha. Пока. Так, добрый вечер, ребята. Это третье видео снимаю после ремонта машины. Мы вышли с ремонта, но не очень хорошо получилось у нас все. Долго ремонтировали, там первый раз мы были в самоавтосервисе. Вот сейчас кушать заехали в Макдак. Время очень позднее, но ishimiz chala bo'ldi, hammasini tugatolmadik. Xudo xolasa hali yana servisga kelib yana remont qilamiz mashina yoki
ustaga olib boramiz. Proverka qildikda, servis qanday ekan deb, o'zimiz qanday remont qilayotganmiz deb ko'rdik. Всё отлично, короче, можно сказать. Ну, старались как могли. Всем доброй ночи, всем спасибо за просмотр. Лайк не забудьте, подписаться, колокольчик и комментарий. Только хороший комментарий, пожалуйста. Всем спасибо. Всем пока. Нам приятного аптека. Qaysi bezbet, qaysi yo'q